Bir kishini suymak shundoqdir deyishidilar. Bir kitobni batlar o'qirab ketguncha qayta zerikmay o'qigandek suyishdir. Bir musiqini yillar o'tsa-mu texi yangi anglayotgandek suyishdir. Shundoqla bir ohangni maqomiga tushirib to'xtamay tovlayotgandek suyishdir. Ko'zlarining rangini dunyodagi hech bir rangga o'xshatolmasdan, hidini hech bir hidlarga aralashtirib qo'ymasdan burnida tutib, yurak tevishini yiroq-yiroqlardagi soyisidanmi anglayolgudek suyishdir. Lamlardan emas, ko'zining ichidan o'qchib chiqqan muhabbatli kulishlar bilan hamma uyquda ekan bidor Rabbiga qilgan xufiyona duosi bilan o'ziga xos bir kitobi va yoki bir daftarning bir buchkiga seni ko'rgan shu kunimda boshlangan har bir daqiqa minutlarini muhabbat bilan yashab, muhabbat bilan his qilgan deb xotirlab maqan. Har bir chekit pash nuqtalargacha qo'shib bir umr ochiqi, tatliqi, bo'ron chapquni, ochliqi va to'qlig'i bilan suyishdir jannatgacha. Madina, Madina, topilmas xazina, Madina, Madina.